Isroil Eronga hujum boshladi. Isroil mudofaa kuchlari bugun ertalab Eronga kutilmagan zarbalar berdi. Tehronda kamida 3 ta portlash eshitilgan. Mamlakatda ehtimoliy raketa va dron hujumlariga tayyorgarlik ko'rish sifatida 48 soatlik maxsus favqulodda holat e'lon qilindi. Tehronning turli hududlari va hatto prezident saroyi yaqinida portlashlar sodir bo'layotgani xabar qilinmoqda. Isroil davlatga tahdidlarni bartaraf etish uchun Eronga oldindan zarbalar berdi, dedi mudofaa vaziri Israel Katz. Katzning ta'kidlashicha, yaqin orada Eron tomonidan Isroilga ham dronlar va ballistik raketalar bilan qaqshatqich javob zarbasi berilishi kutilmoqda. Shuning uchun mamlakatda favqulodda holat rejimi e'lon qilindi. Hozirga kelib Isroil havo hududi fuqarolik samolyotlari uchun butunlay yopilgan, xorijiy aviakompaniyalar esa parvozlarni bekor qilib ortga qaytmoqda. Birinchi hujumdan ko'p o'tmay 7 ta raketa Tehrondagi Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy qarorgohi joylashgan hudud yaqiniga kelib tushdi. Toshkentdan Dubayga yo'l olgan Qanot Sharq aviakompaniyasi samolyoti Eron osmoni yopilgani sababli ortga qaytishga majbur bo'ldi. Shuningdek, O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga va Saudiyadan O'zbekistonga uchadigan ayrim reyslar bugun vaqtincha bekor qilingani haqida dastlabki ma'lumotlar mavjud.